Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Damas Labo akalarimizga, haydovchilarimizga xo'p signal yo'qolib qolishini yana bir sababini ko'rsatamiz va 2000 so'm bilan ishlari hal bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, orasida ko'p zazor bor. O'sha yog'i yo'qligidan aylanib xishilab yeyilib orasida zazor paydo bo'lib qolgan. Oralig'ida joy paydo bo'lib qolgan. Zazorda ham ko'pchilik har xil tushunadi. Mana 4 ta gaykamiz magazinda 500 so'mdan sotiladi. 4 ta gaykani qo'ysangiz bo'ldi. Gitaradagi 4 ta shurupni bo'shatasizlar ozdan. Qalbtasining shu oralig'iga bitta gayka solinadi mana. Orasida luft bor, bo'shatib oldik, hammasi luft bor. Xo'p, ana 10 gaykani birini qo'ydik. Iloji bo'lsa har bittasidan bittadan qo'yganingiz yaxshi, har bitta shurupni bo'shatib, nomiga ilib 4 ta silib olgandan keyin yaxshilab qo'tirasizlar. O'shandan keyin gitara tepaga ko'tarilib, hali signalni tili o'zining joyiga tegadi, keyin signal yaxshi chalinaveradi. Zapchas qidirib, sotib olib qiynalmaysizlar. Bir muddat yetib beradi. Endi normal ish beryapti, nechta klientlar qilib berdik. 4 tasini qaytadan tekshirib olsalaring bo'ldi. Mana 4-chisini ham qo'tiramiz. To'g'risi bitta kamera, bitta telefon qo'limizda, xo'p, bitta zacherka bilan qotirish ozgina noqulay bo'lyapti. Mana qirindini sizga ko'rsatib o'tmoqchi edik. Xo'p, mana bu tilda yog'i yo'qligi uchun chambaragida, rul chambaragida o'sha yeyilib pastga tushib ketgan. Agar rulingizda xishillayotgan ovoz bo'lsa, albatta ozgina yog' saldor tegizib olsangiz yaxshi bo'ladi, litol. Ana shu 3 ta rezbalik birinchi qotadi. 2 ta o'qi chekkaga, qorasi o'rtaga qotadi. Yana qotirayotganda teskari qotirsangiz yaxshi qotmasdan plasmasi o'ynaydigan va liqillab ovoz chiqaradigan bo'lib qolish ehtimoli bor. Qadrli obunachilar, albatta bizga obuna bo'ling. Obuna bo'lmagan bo'lsa, albatta obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlang. Ko'p videolar chiqarishga sababchi bo'lsangiz, ko'pchilikka manfaatli bo'ladi va albatta o'zingiz ham bizni qo'llab-quvvatlaganingizdan keyin biz ham ko'proq video, ko'proq yangiliklar izlab sizlarga chiqarib boramiz. Mana tili ko'tarilgan, oralig' zazori yo'q. Rol chambaragini orqasini ozgina saldorlab qo'ysa bo'ldi, ish bitdi. Xudo xolasa yaxshi yuradi. O'z damasingizda, labongizda shunaqa bo'lsa albatta qiling. Lekin izohlarda kamchiligingizni yozib va albatta obuna bo'lishni unutmang. Mana saldor bo'lgan holat.